Eron Sharqning yuragida joylashgan qadimiy yurt. Ming yillik tarix, chuqur madaniyat, go'zal tabiat va mehmondo'st xalq. Bularning barchasi Eron degan nomda jamlangan. Bu mamlakatda har bir shahar o'zining betakror qiyofasiga ega. Har bir joyda tarix nafas oladi. Har bir inson esa mehr va samimiyat bilan to'la. Eron qadim zamonlarda Fors imperiyasi deb atalgan ulkan davlatning markazi edi. Qadimiy Fors dunyo tarixida adabiyot, sanoat va ilm bilan tanilgan. Dorobir, Koresh kabi podsholar insoniyat tarixida chuqur iz qoldirgan. Ular yaratgan madaniyat, qonun va adolat tizimi o'sha davrda butun dunyoga namuna bo'lgan. Persepolis qadimiy Fors imperiyasining yuragi. Bugungi kunda bu joy Eronning eng mashhur tarixiy yodgorliklaridan biri bo'lib, dunyoning turli burchaklaridan sayyohlarni jalb qiladi. Shu qadimiy devorlar orasida insoniyat tarixining buyuk davrlari yashiringan. Eron shuningdek Zardushtiylik dini, Fors yozuvi va falsafaning beshigi hisoblanadi. Bu yurt qadimdan bilim, tafakkur va ilm maskani bo'lib kelgan. Eron madaniyati o'zining boyligi va chuqurligi bilan butun dunyoga mashhur. Eng mashhur belgilaridan biri Fors gilamlari. Ular qo'lda to'qiladi. Har bir gilamda ustaning yuragi, sabr-toqati va san'ati mujassam. Eron gilamlari dunyoda eng sifatli va nafis gilamlardan hisoblanadi. Eron me'morchiligi ham hayratlanarli. Masjidlari, madrasalari va saroylari o'zining mozaikali devorlari, rang-barang naqshlari va gumbazlari bilan san'at asariga o'xshaydi. Ayniqsa Isfahon shahridagi Imom masjidi, Naqshi-Jahon maydoni va Sheyx Lutfulloh masjidi dunyo me'morchiligining durdonalaridan hisoblanadi. Eron adabiyoti esa jahon madaniyatining ajralmas qismidir. Firdavsi, Sa'di, Hofiz, Umar Xayyom kabi shoirlarning asarlari butun dunyo tillariga tarjima qilingan. Ularning she'rlari insonparvarlik, muhabbat, sabr va hayotning ma'nosi haqida hikoya qiladi. Eron san'ati faqat adabiyot bilan emas, musiqa, rassomlik, kulolchilik va zargarlik bilan ham boy. Bu xalq san'atni hayotning ajralmas qismi deb biladi. Tehron, Eron poytaxti va eng yirik shahri. Bu shahar qadimiy tarix va zamonaviylikni birlashtirgan markazdir. Ko'chalarida qadimiy binolar bilan yonma-yon osmono'par minoralar qad ko'targan. Guliston saroyi, Milod minorasi, Tabiat ko'prigi Tehronning zamonaviy va tarixiy timsollari hisoblanadi. Shahar atrofida Elburz tog'lari joylashgan bo'lib, ular Tehronga go'zal manzara hadya etadi. Qishda bu tog'larda qor ko'p yog'adi va chang'ichilar uchun mashhur maskan hisoblanadi. Isfahonni eronliklar dunyoning yarmi deb atashadi. Bu shahar o'zining me'morchilik mo'jizalari, bozorlarining rang-barangligi va daryosi bilan mashhur. Sheroz shahri esa she'riyat, gul va muhabbat shahridir. Bu yurt Hofiz va Sa'di kabi buyuk shoirlarning vatani. Bahor faslida butun shahar atrofida atirgullar ochiladi. Havoda esa xushbo'y hidlar taraladi. Sherozda joylashgan Nasr al-Mulk masjidi rangli oynali masjid nomi bilan tanilgan. Quyosh nuri uning oynalari orqali o'tganda masjid ichida ranglar raqs boshlashadi. Mashhad shahri Eronning eng muqaddas shaharlaridan biri. Bu yerga har yili millionlab ziyoratchilar tashrif buyurishadi. Ammo Mashhad nafaqat diniy markaz, balki madaniyat va savdo markazi hamdir. Shahar atrofi yam-yashil bog'lar, tog'lar va tarixiy yodgorliklarga boy. Eron tabiati dunyoda kam uchraydigan xilma-xillikka ega. Shimolda Kaspiy dengizining sohillari, janubda esa Fors qo'ltig'i bo'ylab cho'llar joylashgan. Damovand tog'i Erondagi eng baland cho'qqi bo'lib, u hatto milliy ramz sifatida qabul qilingan. Bu tog' tepasida doimo qor yotadi, atrofida esa o'tloqlar va buloqlar yashnab turadi.
Eronliklar o'zlarining mehmondo'stligi bilan butun dunyoga mashhur. Ular uchun mehmon muqaddas inson. Siz Eronning istalgan shahrida bo'ling, sizni choy, shirinlik va samimiyat bilan kutib olishadi. Eronliklar suhbatni, san'atni va do'stlikni qadrlashadi. Ularning madaniyatida mehmonni rozi qilish insoniylikning belgisidir degan qadriyat yashaydi. Eronliklar odatda sokin, mulohazali, ular o'z tarixiga, ota-bobolari merosiga va madaniyatiga chuqur hurmat bilan qarashadi. Ayniqsa, oilaviy qadriyatlar, sadoqat, sabr-toqat va mehr ular hayotining asosidir. Eron oshxonasi ham dunyoga mashhur. Eng taniqli taomlardan biri kabob, ya'ni go'shtdan tayyorlangan kaboblar turlari. Shuningdek, xurmo sabzi, fesenjon, dizi kabi taomlar ham o'ziga xos lazzatga ega. Eronliklar choyni juda yaxshi ko'rishadi. Har bir suhbat choy bilan boshlanadi va choy bilan tugaydi. Shakar bilan ichiladigan fors choyi mehmondo'stlikning ramzidir. Xulosa qilib aytganda, Eron bu tarix bilan to'la yurak, san'at bilan bezalgan ruh va mehmondo'stlik bilan to'lgan xalq. Bu mamlakatni ko'rgan har bir kishi unda o'zini go'yo boshqa davrda, tarix va tabiat uyg'unlashgan olamda his qiladi.